erkak kishiga qanaqa ayol doim bezdirmaydi, yoqimli va yaxshi taassurot qoldiradi. Qachonki ayol kishi erkak kishini shaxsiy chegarasiga o'tmasa, uni og'riqlariga tegib ketmasa, uni ichki soyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmasa, uni hislarini, erkak kishini ichki kuchini, ishonchini, samotsenkasini ko'tarishga yordam beradigan holatda yondashsa va eng muhimi mana shu turmush o'rtog'ini yonida o'zini erkin his qila olsa, ayoldek his qila olsa, turmush o'rtog'iga 100% ishona olsa va oilada ikkalasi fikrlarini ochiq namoyon qila olsa, nafaqat ayol kishi, balki turmush o'rtog'i ham, erkak kishi ham ayoliga fikrini erkin ayta olsa, xafa bo'lib qolarmikin, noto'g'ri tushunmasmikin degan ma'noda ichiga yig'ib yurmasdan fikrlarini, hislarini, ikkalasiga, oilasiga tegishli bo'lgan qiziqishlarini erkin ayta olsa, bu do'st sifatida emas ikkalasi oilada, balki dono ayol va ajoyib oila boshqaruvchi erkak obrazida agar munosabat qila olsa, albatta bunday oilada munosabatlar mustahkam, sog'lom va uzoq muddatga davom etadigan oila bo'ladi. Mana siz eshityapsiz, internet tarmog'ida juda ko'p ilmlar ochiq berilmoqda. Haqiqatdan ham ayol kishi uchun joziba, go'zallik, o'zini yaxshi ko'rish, intim munosabatlarda e'tiborli bo'lish, hammasi haqida ma'lumotlar ochiq berilmoqda. Lekin nimaga ko'p ayollarimiz haliyam mana shu ilmlarga ega bo'lsa-da, oilada turmush o'rtog'i bilan chinakam vaqtni his qila olmaydi? Nega o'zi xohlagandek ayol bo'lib, o'zini ichki xotirjamligini topib, turmush o'rtog'idan o'zi xohlagan, istagan sevgi muhabbatni olib yasholmaydi? Chunki erkak kishiga tashqi sabablar har doim ikkilamchi, qo'shimcha holatda turadi. Eng birinchi o'rinda bu ayol kishini tabiati, ichki holati va tabiiy jihatdan turmush o'rtog'ini yonida o'zini qanaqa his qilishi, oiladagi o'zini tutishi, erkinligi, o'zi bilan birga qiziqarli mashg'ulotlari bo'lishi, o'zi bilan band bo'lishi, o'zidan o'zi ruhlanadigan, o'zidan xursand bo'ladigan, o'zini tanasi, ongi, aqli, ko'rinishi har qanday holatidan mamnun bo'lgan, quvona olgan, shukur keltira olgan, shu holatiga rozi bo'la olgan va e'tiborini kamchiliklarga emas, eng ko'p holatda pozitiv narsalarga, hayotidagi bor bo'lgan narsalarga, misol uchun oilasida nima bor, misol o'zi istagan katta narsalar bo'lmasa ham, o'ziga xos bo'lgan, o'zini hayotida shukur qilishga arziydigan, mana shu hayotiga minnatdor bo'lib yashashiga sabab bo'lgan narsalarni topa olishida va aynan mana shu holatini, hissini turmush o'rtog'iga bera olishida namoyon bo'ladi. Bilasizmi, erkak kishi ayolidan nimani kutadi? Doim erkak kishi ayolini ishdan kelsa ham ichki holati xotirjam bo'lishini xohlaydi. Har doim o'zi bilan o'zi kelishuvda bo'lishini xohlaydi. Misol uchun siz ko'p oilada yashashingiz mumkin, qaynona qaynotangiz bo'lishi mumkin yoki farzandlaringiz sho'x bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham erkak kishi kutadigan narsa sizni oilada, hayotingizda, o'zingizda bo'layotgan hodisalarni, og'riqlarini, alamini turmush o'rtog'ingizdan olmasligingizni kutadi va xohlaydi. Lekin ko'p holatlarda ayollarimiz xatosi yaqinlari, atrofidagilar bilan bo'lgan kelishmovchiliklar, xafagarchiliklar yoki charchog'ini yoki kuchi hol qolmayotganini yoki ulgurolmayotganini yoki o'zi istagan narsalar bilan mashg'ul bo'lolmayotganini alamini turmush o'rtog'idan olib qo'yishadi va turmush o'rtog'i bu holatdan charchaydi, chunki erkak kishi uyga har doim, unutmang, dam olish uchun keladi. Ko'chada jang qilib kelgan erkak, ko'chada erkaklar bilan raqobatda ishlab, bosimda ishlab kelgan erkak oilada ayolidan shirin so'z eshitishi, ichki hurmatni his qilishni, uni siz hattoki ko'rsatmasangiz ham ko'zlaringizdan erkak kishi his qilib oladi. Erkak kishini qanaqa holatda kutyapsiz, unga nima demoqchisiz, unga nisbatan munosabatingiz, sevgingiz qanaqa, siz oilada o'zingizni qanday his qilyapsiz, buni turmush o'rtoq bilmaydi emas, har doim bilib turadi, his qilib turadi. Lekin bitta narsa borda, erkak kishi ham bolaligidan juda sog'lom, juda o'rnida tarbiya ko'rolmaydi, o'zi xohlagan hislar bilan ulg'ay olmaydi. Bilasiz, erkak kishi uchun atrofdagi insonlarning ishonchi, hurmati, shu insonni bajaradigan vazifalari va mehnatini, qadrini tan olishi eng muhim narsa hisoblanadi. Lekin ko'p holatlarda biz bu narsani majburiyat deb hisoblaymiz. Erkak kishini majburiyati, pul topish, oila ta'minoti, ishlab kelish,
oilasi uchun himoya qalqon bo'lish, bu narsalar majburiyat, majbur erkak kishi deb hisoblaymizda. Lekin aslida erkak kishi ham bitta shaxsda, alohida shaxs. Uni ham bolaligida ko'p holatlar o'tgan bo'lishi mumkin. Uni yaqinlari ham bolaligida tushunmagan bo'lishi mumkin. O'zi istagan ishonchni ko'rmagan bo'lishi mumkin. O'zi xohlagan munosabatlarni hech kimdan ko'rmagan bo'lishi mumkin. Balki sizda mana shu jihatlarni ko'rgandirki, sizni yaxshi ko'rgan, sizni o'ziga munosib ko'rib oilasiga olib kelgan. Lekin ba'zi bir holatlarda krizis davrida ayollarimiz kelishadi va bu shaxsan o'zimni ham ko'p hayotimda o'tgan tajribadan, man turmush o'rtog'im bilan boshida zo'r munosabatda edim. Biz bir-birimizni juda yaxshi ko'rardik. Bir-birimizni mehrimiz, sevgimiz judayam qadrlardik deb aytishadi va hozirgi kundagi munosabatimiz juda salbiy holatda, ajrim yoqasida, bir-birimizga sevgimiz tugab qolgan, farzandlar uchun yashaymiz. Atrofdagi uchinchi shaxs insonlarning aralashuvi sababidan juda ko'p sovuq munosabatlarga kelib qolganmiz. Lekin har qanaqa yo'l bilan ham turmush o'rtog'im bilan munosabatimni xuddi avvalgi boshidagi munosabatim kabi holatga keltira olmayapmiz degan murojaatlar bilan kelishadi. Xo'sh, siz eng boshida turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi ko'rishgan vaqtingizda, to'yingizdan oldin, to'yingizdan keyin eng boshida qanaqa munosabatda bo'lgansiz o'zingiz? Shu narsani bir tahlil qilib ko'ring. Misol uchun, turmush o'rtog'ingizni siz uchun nimalar qilib berishini istagansiz va sizga nima yordamlar ko'rsatganda xotirjam qabul qilgansiz. Ishonch bilan, xursandchilik bilan yaxshi ko'rib, har bir xarakteri, har bir xususiyatini kuzatib turgansiz va har bir jihati sizga ma'qul kelganki, shu insonni tanlab turmushga chiqdingiz. Shuncha insonlar orasidan. Lekin nega bugun norozisiz? Chunki bugun siz nafs holatida turmush o'rtog'ingizni yaxshi jihatlarini emas, faqat salbiy, faqatgina siz kutgan munosabatlarni bera olmayotgan jihatiga diqqatingizni qaratyapsiz. Bu nimaga sabab bo'ladi? Bu oilada o'zaro kelishmovchilik, muvozanatni buzilishi, har doim nolish kayfiyatida yashash, xafa bo'lish, ruhiyatida charchoq, o'zini og'ir his qilish, bu hislar turmush o'rtog'ingizga ham yuqumli kasallik kabi yuqib turadida va turmush o'rtog'ingiz ham sizga bo'lgan munosabatida sizga eng avval boshida ko'rsatgan sevgisi, shartsiz munosabatini ko'rsata olmaydi. Bunga asosiy sabab siz o'zingizda shartlilik munosabatini o'tkazganingiz uchun va har bir turmush o'rtog'ingizga qilayotgan xizmatingiz, munosabatingiz, farzandlaringizni dunyoga keltirishingiz, ota-onasiga xizmat qilishingiz, bularni hammasini shartli ravishga o'tkazganingiz uchun turmush o'rtog'ingiz ham sizga shartli munosabat ko'rsatadi. Ya'ni oilada eng og'riqli va eng yomon holat bu er-xotin ikkalasi ham o'zi bajarayotgan ishlarini, vazifalarini, oilasi uchun ko'rsatayotgan fidokorligini, oilasi uchun ketkazayotgan vaqti, mehnatini eng birinchi o'ringa qo'yishi va ayoli bo'lsin, turmush o'rtog'i erkagi bo'lsin, uni mehnatini doim kam ko'rishi, hisobga olmasligi, o'zini kuchi imkoniyatini katta baholashi evaziga muammolar oilada ko'payib boradi. Misol uchun, sizga bitta holatda aytaman. Siz turmushga chiqishingizdan oldin turmush o'rtog'ingiz sizni qayergadir olib boraman desa, nimalardir olib beraman desa yoki kelajakdagi orzularini siz bilan suhbatlashganda, siz biror marta shu insonga bo'lajak turmush o'rtog'ingiz bo'lgan vaqtida salbiy fikr bildirganmisiz? Biror marta bir o'zingizga nazar solib ko'ring. Biror marta, yo'q, sizni qo'lingizdan qaydan ham kelardi? Shuncha daromadingiz bor-ku, ishonmayman. Shu narsalarni menga qilib berishingizga, bizning oilamizda shunaqa narsalar bo'lishiga men ishonmayman degan holatingiz bo'lganmi? Demagansiz. Siz uni shu insonni yaxshi ko'rganingiz uchun ishongansiz. Shunchaki shartlarsiz ishongansiz. Shu insonni umid qilgansiz. Orzular amalga oshishi uchun yordam beraman, yonida turaman, birgalashib erishamiz degan ma'noda ishona olgansiz. Ayol sifatida sabringizni, toqatingizni, shu insonga ishonchingizni ko'rsata olgansiz. Lekin bugun o'zingizga bir nazar solib ko'ring-da, bugun ham turmush o'rtog'ingizga ishona olyapsizmi? Turmush o'rtog'ingizni siz oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun katta niyat orzularini bajarishiga, sizlar uchun eng yaxshisini ravo ko'rishiga, sizlar uchun mehnat qilib, siz uchun qancha narsalarni harakat qilib bajarishga intilayotganini ko'ra olyapsizmi? Ishona olyapsizmi shu narsaga? Shunga diqqatingizni qarating. Yoki siz turmush o'rtog'ingizga ishonmasdan toqatingizni, sabringizni
ishlatolmasdan o'zingiz bajarmoqchimisiz? O'zingiz erkak bo'lib, ishlab, pul topib, orzularingizni, hayotingizni yoki oilada ham og'ir ishlarni bajarib, turmush o'rtog'ingizdan ko'ra ko'proq narsalarni qilib, turmush o'rtog'ingizni qaysidir misol bo'lishi mumkin, salbiy fikrlari, tanqidlariga ko'tarolmagan holatda ko'proq kuchingiz yetmaydigan narsalarga o'zingizni umringizni, vaqtingizni, kuchingizni sarflayapsizmi? Mana shu narsaga e'tibor qarating. Men ham qachonlardir shu xatolarni qilganman-da. Turmush o'rtog'imga pul bilan yordam berib, men hayotda ko'p narsalarni birgalashib erishib qilamiz degan niyatda bo'lganman va ko'p holatlarda xohlaysizmi yo'qmi solishtiruv ketadi. Daromadlaringizni, qilayotgan ishlaringizni, moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, mehnatingiz orqali bo'lsin, hammasini hisob-kitobga o'tib ketadi oila. Oilada xuddiki siz buxgalter bilan ishchi vazifasiga o'tib ketasiz. Ya'ni hamma narsani hisoblab, hamma narsada ishonchsizlik, hamma narsada o'zini pesh qilish, o'zini ustun ko'rish, men yaxshiroqman, siz yomonroqsiz degan holatlarga o'tib ketish kuzatilana boshlaydi va aynan mana shu yerda ko'p holatlarda oilalarda dars ketish boshlanadi. Shuning uchun bugun sizga tavsiyam shunchaki turmush o'rtog'ingizga ishoning. Shunchaki har qanday holatida ham kam pul topadimi, xarakteri og'irmi, tabiati yoki siz kutgan munosabatni ko'rsatmaydimi, yoki siz kutgan gaplaringizni eshita olmayapsizmi, sizni himoya qila olmayaptimi? Bitta narsani unutmangda, agar erkak kishi yaxshi ko'rsa, agar erkak kishi ayolini sevsa, ayoli unga chin ma'noda shartsiz munosabat ko'rsata olsa, bu har qanday erkak sevgan ayoli uchun ko'p narsalarni qila oladi. Yaqinlariga ham tushuntira oladi, har qanday vaziyatdan ayolini olib chiqib keta oladi. Agar erkak sevmasa, ayolidan ko'ngli qolsa, xafa bo'lsa, ranjisa, u ham o'zi kutgan munosabatini sizdan ola olmasa, ko'p sabr qilib kutib, toqati oxiri bir kun charchab va o'zgarmaydi baribir. Endi oldingi holiga qaytmaydi. Endi men istagan ayol bo'la olmaydi degan holatga kelganda sizni himoya qilmaydi. Sizni asrab avaylamaydi. Sizni orzularingiz uchun, sizni baxtingiz, sizni quvonchingiz uchun kurashmay